Depressiya dushmanligini hamma biladi do'stlarim. Xavotir olmang. Bu reklama emas do'stlarim. Bu oddiy tavsiya do'stlarim. Oxirigacha eshitsangiz afsuslanmaysiz. O'rtoqlar, shuni unutmang. Internetga kirganingizda o'zini shaxsiy oilaviy temasin yoki o'zini shaxsiy problemalari bilan odamlar bilan janjallarni ko'ryapsizda yoki shunga o'xshagan baxtsiz hodisalarni yoki baxtsiz holatlarni ko'ryapsizda, sizda asab buzilish holatlari keskin kuchaygan do'stlarim. Ahamiyat bering. Ba'zi bir insonlarda ortiqcha hayajon, ortiqcha siqilish kasalligini qo'zg'ab qo'yishi mumkin. Siz o'zingiz diqqat bilan kuzating. Agar siz reelslaringiz ichida kimdir kamsituvchi, kimlardir soxta rollari yoki shunga o'xshagan yomon bir videolar, reelslar chiqadigan bo'lsa, siz bir hafta 10 kun mana shu narsani ko'rmasdan o'zingizda prognoz qilib ko'rsangiz, sizda asab holatingiz joy-joyiga kelganini bilib qolasiz do'stlarim. Oddiy mana shu telefondagi zararli reelslardan o'zingizni asrab tursangiz, mana men degan bir kuchli dorilaringizdan ko'ra tabiiy va foydali shifoni o'zingizda jamlab qo'ygan bo'lasiz do'stlar. Shunaqangi insonlarga jo'natib qo'yamiz.